Siz haqingizda 100 ta fakt. Ikkinchi qism. Qani ketdik. Miyangizda og'riqni his qiluvchi retseptorlar yo'q. Shuning uchun ham u og'riqni sezmaydi. Siz telefoningizni zaryadkaga qo'yib uxlagansiz. Ertalab zaryad olmagani uchun xafa bo'lgansiz. Sizning ham rasmga tushib, istoriya qo'yishni ovqat yeyishdan ustun ko'radigan tanishingiz bor. Siz bitta video ko'rib, keyin uxlayman deb tungi 3 gacha TikTokda qolib ketgansiz. Kimdir sizga like bosgan bo'lsa, detektivga aylanib, uni kim ekanligini topishga kirishib ketasiz. Siz yakshanba kuni ko'proq uxlayman deb reja qilasiz, ammo ertalabdan turib olasiz. Siz telefoningizni blokdan ochgansiz, lekin hech narsa qilmasdan yana yopib qo'ygansiz. Telefoningizda 50 ga yaqin programmalar bor, lekin ulardan 4 tasini ishlatasiz. Siz duch kelgan oynaga qarab, sochingizni to'g'rilashni yaxshi ko'rasiz. 5 daqiqa uxlayman deb ko'zlaringizni yumganingizda 2 soat vaqt o'tib ketgan. Siz o'rtacha kuniga 94 marta telefoningizni tekshirasiz. Sizning ham tinimsiz videolar tashlaydigan tanishingiz bor. Siz tanishingizni ko'chada ko'rib qolgansiz, lekin telefonga qaragandek bo'lib o'tib ketgansiz. Siz telefoningizdagi kerakmas programmalarni o'chirib yubormagansiz. Notanish raqamdan telefon bo'lsa, raqamini Telegramdan tekshirib, keyin javob berasiz. Kimdir sizni podpiskasidan chiqarib yuborsa, uni juda yomon ko'rib qolasiz. Siz ovozli xabar yuborgansiz, lekin uni qayta eshitib ko'rib, ovozingizdan uyalgansiz. Siz uzoq matn yozib, uni yuborishdan oldin qayta o'ylab ko'rib, shunchaki qisqa javob bergansiz. Notanish raqamdan telefon kelsa, birdan jiddiy javob berishga harakat qilasiz. Instagram storiesingizni faqat bir inson ko'rganini bilish uchun tekshirasiz. Do'stingizga kelib qoldim deb aytgansiz, aslida uydan ham chiqmagan bo'lasiz. Siz Telegramdagi xabarlarni bildirmay o'qiysiz. Siz telefoningizni qidirgansiz, lekin u qo'lingizda bo'lgan. Siz motivatsiyali videolar ko'rib, bo'ldi, ertaga o'zgaraman deb va'da bergansiz, lekin ertasi kuni buni unutgansiz. Siz kechki 9 dan keyin ovqat yemayman deb aytgansiz, lekin nimadirlar yeb qo'ygansiz. Kim bilandir urushib qolganingizda, xayolingizda boshqacha javob berishim kerak edi deb o'ylaysiz. Siz budilnikdan oldin uyg'onib, o'zingizni chempionlardek his qilasiz. Tushib ketayotgan buyumni ushlab qolsangiz, o'zingizni o'rgimchak odamman deb o'ylaysiz. O'zingizning eski rasmlaringizni ko'rib qolib, hozirgidan chiroyli bo'lgan ekanman deb o'ylagansiz. Siz yaqin do'stingiz bilan kiyim tanlash uchun butun shaharni aylanib chiqqansiz. Siz eshikni quflaganingizga ishonmasdan yana qayta quflagansiz. Siz yangi daftarga yozayotganingizda birinchi betini chiroyli yozishga harakat qilasiz. Siz menyuni ko'rib chiqasiz, lekin doimgi yeb yurgan ovqatingizni yana buyurtma qilasiz. Siz profil rasmini tanlashda ko'p vaqt sarflagansiz, ammo baribir avvalgi rasmni qoldirgansiz. Siz telefoningizning oldi kamerasini oyna sifatida ishlatasiz. Kimdir sizga muhim gapim bor deb 5 daqiqa yozmasa, xayolingizda 1000 xil ssenariylar tuzasiz. Siz 99% tushlaringizni esingizdan chiqarib yuborgansiz. Kechqurun umuman uxlamaslikni reja qilgansiz, lekin baribir uxlab qolgansiz. Qo'lingizdagi tirnoqlar oyog'ingizdagi tirnoqlarga qaraganda 2 baravar tez o'sadi. Do'stingiz xafa bo'lib qolmasligi uchun uning zerikarli haziliga ham kulgansiz. Agar siz erkak kishi bo'lsangiz, sizning miyangiz ayollarnikiga qaraganda 13% ga kattaroq. Siz bitta qadam tashlashingiz uchun 200 ta mushakalaringiz harakatga keladi. Sizning ko'zlaringiz 7,5 milliongacha bo'lgan ranglarni ajrata oladi. Sizning ismingizda A harfi bor. Ko'zlaringiz ochiq holatda aks olmaysiz. Agar siz 15 daqiqa hech narsa qilmasdan qimirlamay tursangiz, uxlab qolasiz. Siz butunlikdan ancha oldin uyg'onib ketib, yana uxlashingizni bilsangiz, juda xursand bo'lasiz. Siz uysiz hayvonga yordam bera olmaganingiz uchun xafa bo'lgansiz. Tanangizdagi qaramaydigan yagona organ bu sizning ko'zlaringiz hisoblanadi. Sizning barmoq izingiz boshqalarning barmoq iziga o'xshamaydi. Siz har kuni 100 tagacha sochlaringizni yo'qotasiz. Sizning sochlaringiz 12 tonagacha bo'lgan yukni ko'tara oladi. Uyingizdagi changning katta qismi aslida teringizning bo'lakchalari hisoblanadi. Siz o'zingizni qitiqla olmaysiz, chunki miyangiz bu narsani sezib qoladi. Kiyim do'kondagi narxini ko'rib sotuvchiga bir aylanib kelay, keyin kelaman deb aytgansiz, lekin qaytmagansiz. Siz do'konga bitta narsa olaman deb kirib, katta bozorlik qilib o'rgansiz. Siz birovga qarz bergansiz, lekin uni eslatishga uyalasiz. Siz o'z oddoshingizni ko'rganingizda jahlingiz chiqqan, chunki bu ismning originali faqat menman deb o'ylaysiz. Siz biror narsani topa olmaganingizda, onangiz uni sehrli uslubda topib beradi. Do'kondan hech narsa olmaganingizda o'g'ri deb o'ylamasliklari uchun tabiiy yurishga harakat qilgansiz. Siz uyingizda hech kim bo'lmaganida baland ovozda qo'shiq kuylagan
qolgansiz. Siz kino ko'rish uchun chipslar sotib olib, lekin kino boshlanishidan oldin ularni yeb qo'ygansiz. Siz do'stingizdan 5 daqiqa erta kelib qolsangiz, 1 soatdan beri kutyapman deb aldaysiz. Siz uzun marketdan nimadirlar sotib olishingizdan oldin birinchi kommentariyalarni ko'rib chiqasiz. Sartarosh sochingizni dabdala qilgan bo'lsa ham, unga yaxshi chiqibdi deb aytgansiz. Siz muhim imtihon oldidan umuman uxlolmay chiqqansiz. Sizning ham hech bo'lmaganda yoshlikda bitta laqabingiz bo'lgan. Siz qo'rqinchli kino ko'rib, kechqurun ko'chaga chiqolmagansiz. Siz telefondagi xabaringizni birov o'qib qolmasligi uchun burilib yozgansiz. Siz yangi kiyim kiyganingizda hamma menga qarayapti deb o'ylagansiz. Onangiz magazinga borib telefon qil deb aytgan, lekin borib telefon qilsangiz javob olmagansiz. Siz past ovozda gapirganingizda hamma eshitib qolgan va uyalib qolgansiz. Siz eski chatlaringizni topib olib, o'zingizdan uyalib ketgansiz. Siz hech bo'lmaganda bir marta kal bo'lgansiz. Sizning ham hamma joyga borganda rasmga tushaveradigan tanishingiz bor. Kafe yoki restoranga borganda iloji boricha chekkaroq joyni tanlaysiz. Siz open budjetga ilk marta bepulga ovoz bergansiz. Siz uxlashdan oldin katta biznes ideyalarini o'ylab yotasiz. Oddiy kiyimda ko'chaga chiqqaningizda ko'plab tanishlaringizni ko'rib qolgansiz. Siz yo'lda yurayotganingizda rangli kafelarni ustidan bosib o'tgansiz. Yoshligingizda uydan ketmoqchi bo'lgansiz, lekin qorningiz ochganda yana qaytib kelgansiz. Sizda ham birga suratga tushgandan keyin uni yubormaydigan tanishingiz bor. Siz ataydan naushnik taqib olib, qo'shiq o'rniga odamlarning ovozini eshitgansiz. Sizning ham internet orqali tanishgan, lekin hayotda ko'rishmagan do'stingiz bor. Siz kerakmas xabar yuborib, uni o'chirishga harakat qilgansiz, lekin ulgurmagansiz. Siz reklamaga ishonib, narsa sotib olgansiz, lekin kutilgandek bo'lmagan. Siz internet yo'q joyga borib qolsangiz, galereyangizdagi rasmlarni tomosha qilasiz. Onlayn bo'lib turib, sizni ignor qilishsa, siz ham buni takrorlaysiz. Agar rasmingiz yaxshi chiqmasa, telefon kamerasini tozalab, yana urinib ko'rasiz. O'zingizga yoqib qolgan rasmingizni hamma ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib chiqqansiz. Siz qor yoqqanida qorbobo yasamoqchi bo'lgansiz, lekin o'xshamagan. Siz chatda yozganingizda hech kim javob qaytarmasa, o'zingizni g'alati his qilasiz. Siz video kulgili bo'lmasa ham kulgan reaksiya yuborgansiz. Kimdir sizga qarab turganini sezsangiz, jiddiy bo'lib olasiz. Kimgadir telefoningizni berib turganingizda nima qilishini kuzatib turasiz. Siz odamlarni podpiska tashlamasdan kuzatib yurishni yaxshi ko'rasiz. Sizning har bir kayfiyatga mos keladigan qo'shiqlar ro'yxatingiz bor. Siz kimningdir istoriyasiga qarab, uni qanday kayfiyatdaligini taxmin qilgansiz. Siz ko'chada tanimagan odamingiz bilan salomlashgansiz. Siz biror kinoni boshini ko'rib, oxirida nima bo'lishini taxmin qilasiz. Do'stlar, ushbu faktlardan sizdan taxminan necha foizi to'g'ri chiqdi? Kommentariyada yozib qoldiring va keyingi 100 ta fakt kim haqida bo'lishini ham kommentariyada yozishni unutmang. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.